Fayzi ham bekorga jon kuydirayotgani yo'q. Shavkatni olib ketmoqchi. Seni ham qulog'ing tinch bo'ladi. Bolalarim ko'z oldimda bo'lgani yaxshi. Odamni ko'ngli tinch, yaxshi bir halovatli yashaydigan joy topgandan keyin shunga intiladi, jonona. Shavkat, eshityapsanmi? Dadang yangi mashina olibdi. Menga baribir mashinasi. Voy bolam, chiqib tabriklamaysanmi? Yo'q. Shavkat ancha o'zgargan. O'qishi pasaydi, agressiv bo'lib qoldi. Dadasi qattiqroq gaplashmasa, o'qituvchilar qiynalyapti. Bolalar yaxshi maktablarda o'qisa yomonmi? Shaharda o'qisa, uy-joyi bo'lsa, Bolang shaharda katta odam bo'lsa, huzurini sen ko'rasan, men emas. Shavkat dedam, to'xta. Meni eshityapsanmi, Shavkat? To'xta! Nima deysiz? Nima gapingiz bor? Shavkatni ertaga shaharga olib boramiz. Shavkat o'zi nima dedi? Shunaqa faqat siz sezmagansiz, bilmaysiz. Bilmaysiz. O'roza.